O'zbekiston fuqarolariga tezkor xabar. 1 yanvardan boshlab pensiya va soliq tizimiga oid qator muhim yangiliklar haqida ijtimoiy tarmoqlarda turli xabarlar keng muhokama qilinmoqda. Ayniqsa pensionerlar yer va mol-mulk solig'idan to'liq ozod qilinadi degan ma'lumotlar ko'pchilikning qiziqishini uyg'otdi. Ushbu masalalarga aniqlik kiritish maqsadida biz soliq qo'mitasi bilan bog'landik va rasmiy tushuntirishlarni oldik. Ma'lumotsiz uchun foydali bo'lishi uchun iltimos videorolikka like bosib, kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Pensionerlar uchun mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyoz Soliq kodeksining 421-moddasiga muvofiq pensiya yoshiga yetgan barcha fuqarolar uchun turar joy bo'yicha imtiyoz mavjud. Ya'ni pensioner o'z nomida bo'lgan turar joyning 60 kvadrat metrigacha bo'lgan qismi uchun mol-mulk solig'ini to'lamaydi. Bu imtiyoz barcha pensionerlarga tegishli, ammo faqat shaxsiy mol-mulk hisoblangan uy-joy va belgilangan 60 kvadrat metr doirasida amal qiladi. Yer solig'i bilan imtiyoz Soliq kodeksining 436-moddasiga asosan yer solig'i bo'yicha imtiyoz faqat yolg'iz pensionerlar uchun qo'llaniladi. Qonunchilikka ko'ra yolg'iz pensionerlar deb quyidagilar hisoblanadi. Yolg'iz yashaydigan pensionerlar, faqat voyaga yetmagan farzandlari bilan yashaydigan pensionerlar, nogironligi bo'lgan bolasi bilan yashaydigan pensionerlar. Imtiyozdan foydalanish tartibi. Ushbu imtiyozdan foydalanish uchun pensionerlar soliq organlariga quyidagi hujjatlarni taqdim etishi lozim. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya jamg'armasi tomonidan berilgan ma'lumotnoma. Mahalla fuqarolar yig'inidan olinadigan yolg'iz pensioner ekanligi haqidagi ma'lumotnoma. Soliq qo'mitasi ta'kidlashicha, mazkur imtiyozlar avtomatik ravishda emas, balki fuqaro hujjatlarni taqdim etganidan so'ng amalga oshiriladi, deyiladi xabarda. Azizlar, videoroliklarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarimizga ham yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.